Albatta, dasturimizni bugun noodatiy usulda yakunlaymiz. Odatda qo'shiq bilan yakunlardik. Bugun tantanali she'r bilan yakunlasak nima deysiz? Juda ham yaxshi bo'lardi. Biz kamroq gapiramiz, shoirimiz ko'proq she'r aytadi. Demak, studiyamizga hozir shoirimiz keldilar. Ulardan bir ajoyib she'rlarni eshitamiz. Marhamat, keling. Xo'p. Siz bugun chiroyli qilib keling, kirib kelavering. Xo'p, she'r o'qiysiz. Biz esa ayni damda sizga studiyani qoldirib, o'zimiz muxlislar bilan xayrlashib chiqib ketamiz. Ismingiz? Men Olimqulov Said Akbar, Pardanazar o'g'li, 2005-yil 22 oktyabrda Surxondaryo viloyati Sariosiyo tuman Sangardak mahallasi Bog'cha qishlog'ida tug'ilganman. Yashang. Bo'ldi. Zo'r tanishib oldik va shoir. Bugun talabasiz. Hozirgi kunda Termiz iqtisodiyot va servis universiteti filologiya va tillarni o'qitish birinchi bosqich talabasiman. Yaxshi, qaysi she'rni aytib berasiz? Surxondaryo haqida she'rni aytasiz. Surxonjon haqida. Bugundan boshlab Dildora Surxonjon deb nomlaymiz Surxondaryomizni. O'z surxoniy taxallusi bilan ijod qilaman. Mana Buxorojon, Qo'qonjon deyshadi-ku, bilasizmi? Surxonjon desak kim xafa? Haqiqatan ham. Surxonjonimizni, mehmonjonlarini yana bir bora tabriklaymiz bugungi kun bilan. Hamisha kuningiz munavvar bo'lsin. Dildoraxon bilan bugun sizga bo'lishmoqchi bo'lganlarimiz shular edi. Surxoniy esa dasturimizni yakunlab beradi. Yana Surxondaryoda uchrashguncha. She'r bilan, albatta. Marhamat. Alloh nazar solgan ulug' makonimsan. Termuziylar o'tgan qutlug' qo'rg'onimsan. Bahodir u pahlavonlar diyorisan. Senga jonim fido bo'lsin Surxondaryo. Sangardakni havolari maftunkordir. Dinov shahar ko'chalari jilvakordir. Surxondaryo eli esa bari boydir. Senga jonim fido bo'lsin Surxondaryo. Ko'kda quyosh bizga doim nurin sochar. Tabiat ham bizlar uchun bag'rin ochar. Qalbimdagi ginalar ham birdan qochar. Surxondaryo tinchligingga ko'z tegmasin. Olis qishlog'ingda tug'ilganman. Vatan uchun doimo men jon bergayman. Noming aytib she'rlarimda madh etgayman. Surxondaryo tinchligingga ko'z tegmasin. Said Akbar shoir noming ulug'laydi. Ijod qilib kecha kunduz tinchimaydi. Dunyolarga tanitmasdan hech qo'ymaydi. Surxondaryo tinchligingga ko'z tegmasin. Surxondaryo tinchligingga ko'z tegmasin. Rahmat. Haqiqatan ham ko'z tegmasin. Har bir kunimiz chiroyli bo'lsin. Salomat bo'linglar.